Bugun kars qaynonam obed navbati edi işte. Mana shunaqa sho'rva qilib kelibdi, lekin nimaligiga tushunmayapman. Nimali sho'rva o'zi bu? Keyin mana bunaqa baqlajonli o'to'lanlar bilan salat. Mana bunaqa rediska, shinakon tuxum. Hozir buni ichib ko'ramiz. Hozir baqlajonli salat. Shunaqa ekan. Qanaqa bu do'g'ri qildi. Mazali chiqibdi. Hamma ovqatni bo'yicha. Smetana bilan zo'r ketadi o'xshaydi. Ishda kars qaynonam ovqatlari har xil qilib olib keladi, periftar yoqib, juda ham shirin chiqadi, qo'li shirin. Faqat bitta ovqatni o'xshata olmaydi. O'xshatadi. Biz yeya olmaymiz. Mazza qilib olmaymiz. Oshdi. Chunki oshga pripravalar qo'shib tashlaydi har xil. Ranglar bizga yoqmaydi. Atak ishdagi kars qaynonam qo'li juda ham shirin. O'to'lanlar. Karscha qoshiqlar. Bu bo'lsa men kars qaynonam ishdagi. Biz adashimiz bu redka nima edi o'zbekchasiga? Turupli sup ekan, turupli sho'rva ichyapmiz. Zelenlar. Ukrop, kashnich, redka. Qaynatma sho'rvaga shuni solgan sho'rva. Ichyapmiz maza.